Sırtlar demimiz yaqtırıp yeydigan nevromiya, yani kalgıç ögürsünü aildim qılgılı buludu. Aildi qılganda nayet quvvetlik buludu, hem nayet yiyişlik, qilish usulü nayet addi bulup, bir qetim kösünü ügünələysiz, hem ügünüş başlayıp ketdik. Aval tayyor qıldıgan materiallar kalның payxan sunki, sunkpiyaz, sansaq, quralıq materiallardan kava için xoja ve bacağına süretlilik miqdar tayyor qılıb, qazana suv qo'yib, kalның payxan sunki ve muvafiq miqdarda kal go'shtini selib, tuvaq yeb qaynatamiz. Qaynagandan keyin paydo bo'lgan ko'piklarni bir qator suzib o'tgandan keyin zanjivil, sunkpiyaz ve tayyor qilib olgan xushpurak materiallarni selib, tuvaqni yapıp yarım saat atrofida davomli dumlaymiz. Hamda biz bu vaqtda xamirini tayyor qilib, muvafiq miqdorda un olamiz. Mening ishlatganim bo'lsa Al Nurining haqiqiy bulg'animdan xoli yeşil o'lcham ishlangan silliq ayluni. Buning xamirini lag'mannikidan ching'roq qilib, ayli bo'g'achqa lag'manchisi qilib olsak bo'ladi. Vaqt to'shqanda payxan sumak ve go'shtni suzib olamiz. Go'shtni bo'lsa nayt nipis qilib yalpoq arasi to'g'rab olamiz. Arkadan qazandagi dori-darmonlarni pagiz to'liq suzib o'tgandan keyin tuz ta'min tashlab yoqtirib qolsak, az miqdorda vejing va jijing solamiz. Yoqtirmasak solmasak bo'ladi. Chashdak tatgan oshni qozonga solib, cho'kini ravs yaxshi bergandan keyin oshni tanglab taqsillarga kelib, ustiga bayat tayyor qilib olgan sho'rpa ve go'shtlardan bir necha parcha ustiga kelib, shavsong va yumg'oq sutlarni solamiz. Achchiq ish yoqtiradigan do'stlar bir qush ayildi qilib olgan yog'larni solib, aralashtirib iste'mol qilishni boshlasak bo'ldi. Ahir bu faqat oiladagi eng oddiy qilish usuli. Do'stlarni yoqtirib ko'rishni umid qilaman. Qo'llash usulini yurakdan birini besib, gullarni yo'llab qo'ysanglar rahmat.